Assalamualaikum ikrarlı izleyiciler. Kaşıkmıla hayırlı olsun. Ben Adil Eryor, Uygur Tədqiqat İnstitutundan. Hemen salam yollayma. Arap'ta institutumuzun müdiri şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutuvchisi Doçent Doktor Erkin Ekrem malumdan ötküsü kılatkan Halkara Vaziyet ve Gün Tartibname programımızdaki yeni bilim uzmanı oldu. Erkin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Xitayda ötken ayın 25. günden başlap 20'lik tüm şehirde ve bazı mühim ali mekteplerde Xitay hükümetiga ve Xi Jinping karşı namoyish o'tkazgan. Onun aldığıma Xitay için bir çoğun bir mühim faaliyet oldu desek bo'ladi. Yani bu Xi Jinping nisbatan yani partinin 20. kurultayı ötkazıp Xi Jinping 3. qatım hakimiyet beşik kelgan bo'ldi. Bu vaziyetga qarab biz bazı programımızda bazı analizlerini elip bağlan edik. Ama şimdi gün Amerika Poçta gazetesininki bir dokladida ki Xi Jinping hakimiyet beşik kelgandan keyin boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatda icra qilib yo'l qo'yib kelayotgan bu urushqoq bo'ri diplomatiyasidan sal yaltiyib bu qo'y kichik quza ki diplomatiyasi o'tganligi haqida bir analiz xarakterlik doklad e'lon qilgan bo'ldi. Biz bugun programmada haqiqatan shunday bir bu o'tirib qo'ygan ko'z qarashniki asosi bormi yo'qmi? Agar bo'lsa, haqiqatan mushta bir avval bo'lgan bo'lsa, buningki Sharq Turkistonga qanday ta'sirlarni ib bo'ldi? Buningki Xitoyninki xalqarodagi siyosatlari bo'libmi boshqa raqib davlatlar bilan munosabat qanday bo'ldi degan masalalarga javob topshirishimiz. Erkimal Maldulan siz biraz bundan deb o'tgan mushu ko'z qarash qanday qaraysiz? Xitoy urushqoq bo'ri diplomatiyasidan voz kechib, quza diplomatiyasiga o'tdimi? Bence ötkeni yok deb o'ylayman. Çünkü Xitoyningki bunda bir normal yoki yumshoq bir pozitsiya ko'z tutish buningki bo'rdan quzuga aylanganligini ko'rsatmaydi. Çünkü bo'ri nihoyat aqlli bir hayvon. Ahvolga qarab, vaziyatga qarab, yani taktiklerini o'zgartiradi. Bu bo'rmi shu bu hujum qilgan vaqtida hujum qiladi, qochadigan vaqtida qochadi. Yengilsa yengib oladi, yengilmasa yani tikiladi, yani o'xshash. Yani Xitoy bu Xi Jinping'ninki xususiyatidan, yani onunki huyidan, karakterinden o'ttirib chiqqan bir ahvol. Çünkü normal mundaq bir insan değil, alaydı bir insan emas endi burunmuchiq deyishdi. Bütün şu devletninki hukuklarını hemmini qo'lga tutib olgan bir adam bazen o'zini shundoq kuchli bo'lganligini ko'rsatmoqchi. Ama kuchini ko'z tutishda ishlatgan uslublar o'xshamaydi. Xi Jinping ham o'zini ashuna bir bo'ridek ko'z tutishga tirishgan. Ama yaqinqi günlerde bununki bundaq bir siyasetininki bazı ziyanlarını ekleyenligini kögenlikin bazı taktik cette bir özgürlükler oluvadıdı deb o'ylayman. Buna hem 9. aydaki Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın yig'inida bo'lsin, hem de bu 11. aydaki bu G20 yig'inida bo'lsin. Ve şundakla bu Şark Asya devletler lideri görüşüş olsun, EPEC yig'inida bo'lsin. Özüne naydı bir yukarı bir yerdeki bir lider de ko'rsatdi ama yukarı seviyedeki bir lider qağa adamlarga bunda bir yaqinchaqlik, bunda bir pozitsiyasini ko'rsatib keldi. Demek ki Xi Jinping şu 20. kurultaydan keyin o'zini bunda bir yeni bir pozitsiya izlab topgan o'xshaydi. Hem de hazırlıklı bu Xitoydagi inkaslar, protestolar ve bu akkagaz hareketler deyli. Bununla karşı bu nöl virüs siyasetini özgerken tek
tuzma ama Xi Jinping'ninki o'rni müstehkem jıqılığını yok. Bu yerda bir taktik işletkenligini asanla köylü buludu. Şununla bu kuzuğa aylangan emas deb o'ylayman. Doklarda deyilishicha siz degandek bir necha qatimliq keyingi mezgillarda o'tkazilgan cho'ng yig'inlar bor. Bu Xi Jinpingning boshqa davlatlarga bu davlatning rahbari bilan kurashgan vaqtida normal illiq tutganligini qarab, bundan boshqa bu Yevropa İttifaqı komitetining boshlig'i bilan bu kurashganligi. Onun keyin siz degandek bu Xitoydagi namoyishlarning avjiga ergishib, hatta norozilikning kuchayishiga ergishib, nol euro siyosatini yumshatganligiga qarab turib, mustaqil bir diplomatiyasining mohiyatini yoki shaklini, xarakterini o'zgartdi degan bir natijani savol tariqasida o'tirib dokladda analiz qilishga tirishgan bir taraf bor. Uning ustiga ma'lum bo'liqi urushqa bir diplomatiyasi degan vaqtida bu bo'ra degan vaqtida bizniki bu Uyg'urlarninki engidagi bo'ri tushunchasi bilan bu Yevropalik yoki shu bo'ra tushunchasi yoki Xitoyning bo'ra tushunchasi o'tirisida farq bormikin deb o'ylayman. Chunki biz oddiy bir misol olsak, bu Yevropaliklarninki yoki Xitoylarninki bo'ra haqidagi cho'chaklar bo'ldi-ku, kichik bolalarning masal cho'chaklari. Uningda bo'rilar har doim eski qilib ko'ksitildi. To'xtamay boshdan buzaq qilgan. Ammo bizniki Uyg'urlarninki bu engida unda ko'rsatilmaydi. Bo'ra aqlliq, bo'ra boshlamchi, bo'ra liderlik ro'yiga ega, bo'ra g'ururliq deganlarni bilamiz endi. Shunga men davomli bir gumonlangan yerim shu bo'ra degan shunday bir bizga nisbatan muhim hisoblangan hayvonning ismini bu Xitoyninki diplomatiya siyosatini ismi qilish yoki mohiyatni, xarakterini bir sutib ko'rsatish qancha bir asos vositasi. Bu aslında bir Xitoyda ishlangan bir kinoninki ismi aslında. Yani Xitoy o'zining kuchining hem şu dünyanın her bulunuşqaqqacha yetkenligini, hatta şu alem boşluğuna, hava boşluğunca bağlan bir küçüğünü gösteriş için bir kino hamdi. Xitoyning milletçiligini gıdıqlaydigan manda bir kino. Bu kinoda işletken bir söz var. Bu bolsa Xitoyga çekingan her qanday kim nega qechib kelsa shu yerga berib o'ltiramiz deydi. Bu gapni aslında shu 2000 yil avval, ya'ni miloddan avvalgi 36-yilda Shimoliy Hunlarning raisi Chichi shu nimaga Talas daryosiga qechib kelgan. Uni Xitoy armiyasi uzun bir safardan keyin aşı Talas daryanın kıyıda şu Çiçi hükümdarını öldürdü. Öldürgen vakti da aşı vaxtdaki Xitoy komutanı Çingtang deydigan birisi hazırlanan degan, yani Xitoyga çekinganlar bolsa ne kaçıp kelsa shu yerda o'ldiramiz. Bu gapni bu kinodami bu bosh qahramonlar ifoda qilgan. Birinci filmini çekкен vaqtida nayda ko'p odam ko'raklendi. Şu nurg'un tortilgan filmninki setishi nayda yuqur bo'ldi-da, shunga ergishiblar ikkinchisini qilgan. Bunga bu g'arbliklar Xitoyninki shundaq zo'ravonlik diplomasi qoidasini shu kinoga bog'lab turdi. Ya'ni kinoni arqa ko'rinish qilib turib ishlatgan. Ya'ni bu urush bo'risi degan bu kinodan keladi. Biz bu madaniyatdan, tarixdan, madaniyatdan, kültürdan kelgan emasdanmi? Andaq bir siyosiylashtirilgan bir hukumat lazım. Shuni ishlatadi. Bunu siz degandek o bo'ri bilan qo'z o'tirishda mohiyatli farq bor. Mahiyat degan gap tipdan o'xshamaydi degan gap ham. Siz biraz burun aytdingiz, obdan deb tadingiz. Bu
o Xi Jinping'in karakteri olmuşsun, Xitay'ın siyaseti, medeniyet noktasında olmuşsun. Bunda kurulukta mayatlık tarafı işkinesi oturursa, bırak bu kodu özgertip, onu özgürüşünün ki, tüven ihtimal işgallikini mi? Hep ötken buldunuz. Malum hazır şu dep öttüğümüzde vaktinci taktik tutup, bu Xitay'ın ki, bu nöl euro siyasetinin ki çeklimelerini nispeten yumuşatıp, bazı tutsaklarını elip, Xitay halkına nispeten bazı yumuşak siyasetini yol kuvvetkallıqını dep ötken bulduk. Bu taktik dedik. Bundaqda bu fakat xalqaro kelgan besim ve namoyish sababidanla shunday taktik o'zgarish majbur bo'lib qaldimi yoki boshqa bir sabab bormi bunda? O xalqaroning besimi bor, yo'q degili bo'lmaydi. Hamda Xitoyning ichidagi bu virus, nol virus siyosati bilan munosabat, chunki bu amillashma deymiz siyosati. Çünkü bir yerde sıhhiyet cetten yani tıbbi cetteme bir hatalık var. Çünkü virüs yeni başlayan vaxtıda, ya jukunluk kesel, yeni başlayan vaxtıda hazırki Xi Jinping'e ilip bağım şu nöl virüs siyaseti buludur. Fakat yiyilip yetkenden kin, onundan kin yok demen değişme bu tek nime, bu sağlamlık cetteki şu uslup karantina uslubu değil. Bu hem de işe yarmaydı yiyilip ketkenkince. Buna bu Xi Jinping'e demedi mi bilmeyim onun ki meslekçileri kanda dedi bilmeyim. Ama tıbbi cette bir hatalık var. İkincisi bu virüsünün ki kontrol kılışı nöl de kırılıp olmayınca. Mesela hazır mı bizler soğuk ötüyor, zukam bulup yok degende muşu kesellerme hazırgacha nöl bulmadı. Nini darlar var, nini aşı, vaksinler var. Ama nöl kırılıp olmayınca çok. Şununla bu diktatörlük bir zihniyet bile. Kesellerini mi, yukumlu kesellerini, virüslerini, bakteriyani, mikroplarını mı yoktuman degen bir nayeti ameliyatda bo'lmagan bir ahvolni amilleştirmen deydi. Amilleştirgandan keyin onunki diktatörlüğü yoki onunki kuchi texmi kuchli bo'ladi. Qara, men shu hech nimani to'g'rimayman deb. O'z vaqtida Mao shunday degan. O kök tanrı bilanmi kurash qilamiz, ya tanrı bilanmi kurash qilamiz. Şu sınıfı, şu düşmanlar bilanmi kurash qilamiz deydi. Bu bazen bu dünya bilanmi, bu asman bilan va yer bilan kurash qilish ba'zan insonlar qilib bo'lmaydi. Bu da oson emas. Ama shunday bir zihniyet kalısıga yerleşken değil mi? Şununla bu virüs siyaseti bir hatalık oldu. Hazır onu mu gördüm? Onundan başka bu virüs bile birlikte oturup çıkan bazı namayişler oldu. Misal Akagaz namayış degandek. Bularni mı cimiktiruş için virüs siyasetini yumuşatışga mecbur. Olupma misalga Şark Türkistan'daki Xitaylar kopup namayış kılgandan keyin bu yerde tekimi bir nazik meselesi var bu yerde. Çünkü Şark Türkistan'daki Xitaylar Şark Türkistan'ın mukumluğunu, işlep çıkarışını kıldıgan adamlar. Yani merkezninki işindiğen Xitaylar bular. Eğer bulama merkezge veya ki merkezinin siyasetine karşı çıkan olsa bu biraz nazik olur. Şununla bu Urumchi'dimi derhal aşı yumuştukla koydu bazarını açıdığını, içip dükkanını açıdığını kıldı. Aşında kıldı hem de. Ondan başka yani bu neçe yıldan beri bir mesele var. Bu olsa iktisat. Yani bu iktisatının ki tarakkiyatı asılışı, taşkı ticaretinin ki yani eksportının ki rakamı azalışı, ondan keyin işsizliklerinin köpeyişi, ondan keyin bu xeyri nüfus deymiz mi, yeni deymiz endi. Xeyri nüfusunun ki köpeyişi degandek bazı cemiyet karakterlik meseleler mi Xi Jinping'in şu virüs siyasetini o'zgartirishga mecbur. Çünkü bu 3 yıldan beri bu siyasetine ilip geldi.
nurg'un shu iqtisod manfaatidan quruq qoldi. Undan boshqa shu ba'zi shaxsiy shirkatlar, fabrikalarningki beshidagi odamlarni betaraf qilishga tirishdi. Ya'ni tang baravar boy bo'lamiz deb aslida sen yolg'iz boy bo'lsang bo'lmaydi. Boylig'ini shu hukumatga yoki davlatga o'tab bersa degandek bir ma'noda qildi buni. O shirkatning raislari, nima boshliqlari buni bildi. Shuning darhol ko'pi hammasi pensiyaga chiqib oldi bu. Shuning o'xshash mana bir ish var. Yana birisi shu yuqori texnologiya bilan shug'ullanayotgan shirkatlarning beshidagilarni bir taraf qildi. Yani bu yuqori texnologiyaning ishlab chiqarish jihatdagi huquqni Xitoy markazida tutmak istedi. Bu nurg'un masalalarni yaratgan bo'ldi. Chunki yuqori texnologiya ishlab chiqargan shirkatlar ko'pi shu chet el bilan munosabatli. Bu bisim ishlatgandan keyin bular asta-asta Xitoydan chekilib mangdigan gaplar. Yoki boshqa davlatga ko'chirgan. Bu Xitoyningki shu iqtisodiy taraqqiyotga ziyon bo'ldi. Bütün shu ziyonlar bilan birlikda Xi Jinping 20-qurultayda o'zining o'rnini mustahkam qildi. Ya'ni mustahkam bo'lgan bir o'rinda bo'lgan birisi abaqi degan masalalarni hal qilishda oson to'xtaydi. Ya'ni jim turaylik bir kichik bir o'zgarishni boshlagan bo'ldi Xi Jinping. Shuningga bu Xi Jinping'ninki bu siyosatini o'zgartirishda nurg'un sabablar bor. Ba'zi sabablar nihoyat muhim, ba'zi sabablar pek muhim emas, ama hammasi bir yerga, sabablarning hammasi bir yerga yig'ilgan chaqda Xi Jinping mevcut siyosatini o'zgartirishga majbur qildi. Bu malum siz bir gapni diqqatim tortdi bu virus degan bir kasallik. Bunun qonuniyatiga zid ishni qildi dedingizchi, Xi Jinping. Hech qanday narsani mayli kasallik olsin, boshqa bu nolga tushadi bo'lmaydi. Yani bir qonuniyat xilaf bir qilmish odam edi o'ttirdi. Hammadan muhimi shunda qonuniyat, reallik, amaliyat o'ttirdi to'simi, u chiqarishlarni sizin del diqqatni tortgan gapingiz diktator zihniyatining bir ifodasi edi. Ko'ralaymiz, diktator zihniyatini hemen men kontrol qila olaymi, hemen men bo'ysundira olaymi, hemen men itoat qildira olaymi, hatta insondan boshqa bu virusni men menga tabiiy men bo'ysundira olaymi, nol qilib o'talaymi degan naydir qabiy bir zihniyatni ifodasi ekanligini ko'rib o'talaymi. Bu iliqi qonuniyat xilaf ish qilgan bir millat yoki zihniyat bir shaxsniki albatta Xitoylardan farqlanib turgan din jihati, e'tiqod jihatidan, madaniyat jihatidan, urf-odat jihatidan, bu jismoniy jihatdan har jihatdan farqlanib turgan biz Uyg'urlarga o'xshash bir millatni farqli deb ko'rgan bo'lishqa albatta bularni bizning yiltizimizga qadar ko'rsatishni o'ylamaydi deb bo'lmaydi. O'ylaganlik uchun hozirgi kunga biz qivat xalqimiz iniq qildi. Shu har da ta'kidim keldi. Bu diktator zihniyat haqiqatan xatarlik. Buningki xatarlik ekanligini biz nihoyatda yillikrimizcha his qilyapmiz Uyg'ur bo'lishimiz bilan. Ma'lum bu hozir Xi Jinping nurg'un besimlar tufaylidan buni siyosatga yurishga majbur qildi dedik. Ama bu şey ahvolga qarab Xi Jinpingning xarakteri tufaylidanmi diktator zihniyati var. Yani siyosiy madaniyatdan diktator bir an'anaga ega. Bu taktika keyincha yana qaytadan bir bosh ko'tarish ehtimoli, qaytadan amallashish ehtimoli bormi yo'qmi siz? Bunun ihtimali var. Yani hazırki kıyınçılıkını ötküzü olgandan keyin, yani bu devirde güçünü kazangan vaqtida belki yine tekrarlanıp qilish mümkün. Çünkü onunki huyu o'zgargani yo'q. Yalg'izlar vaziyatdan tufayli bir o'zgarish qilayotgandek qilyapti. Çünkü Xi Jinping'dek bu 5 cho'ng huquqni qo'lda tutgan ve tüzükrekme bir seviyesi bulmagan, bunda bir adam hamda şu diktatörlükni de tanıydigan bir alaytlık var.
Ba'zi vaqtlarda belki yana takrorlanib qilish mumkin. Ahvol qarab yana o'zgartish mumkin. Ama bir mesele var, şu Xitay'ınki şu namayişlardan oturup çıkan bazı cemiyet karakterlik meseleler var. Yani diktatör ming no'chi bo'lsa, xalqning qo'zg'alib ketishidan ansiraydi. Bu tarixdagi eng kuchli sulolalar shunday qildi. Misolga Tang sulolasininki ikkinchi hukmdori Tayzong degan boshliq deydi, bu xalq dengizga o'xshaydi deydi. Dengiz kiyimini ishtirib mansima, ama kiyimini o'ritalaydi deydi. Shunaqa xalqni teriktirib, xalqni ezib qo'ysa bo'lmaydi deydigan bir gibi var. Shunaqa sulolalarninki ko'pi hammasi shu xalqning isyoni bilan Mao Zedongninki ifodasi bu hamda dehqonlarninki inqilobidir. Ajna qo'zg'alib ketsa, u vaqtida buni e'tirof qilish qiyin bo'ladi. Shunaqa Xi Jinping bundan keyin shu xalqni biraz ko'nglini elish, yotishtirish, niyatda deyotgan xalq hamda Xitoy xalqi. Ko'nglini elib belki mushu chetdan biraz tirishidi. Ama bunu qilalish uchun iqtisodni tuzitish lozim. Iqtisodninki tashqi tijoratlarni bir yeni bir o'zgarishlar bilan buni kuchlantirishga to'g'ri keldi. Hozir iqtisod biraz nacharlashgach, nurg'un Xitoylar pul xashlashdan tortinyapti. Çünkü navada bir çatak hoppasa, ma pulmu yo'qolib ketmasin deb pulni mahkam tutilib, o xashilmagandan bozorga pul kirmayapti. Tashqi tijoratda azalgan ahvollar bor. Yani ming no'chi bo'lsa-mi, ishlab chiqarishda ming no'chi bo'lsa-mi, chet elda bozor bo'lmasa bo'lmaydi. Yani oladigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Hem ichki bozorda, hem de tashqi bozorda. Şununla bence Xi Jinping bundan keyin şu iqtisodni qanday gullandirish, jonlantirishda tirishidi deb o'ylayman. Buni o siyosiy ideologiya oldi planda bu. İqtisodni qayirib qo'yib, hatto şu yurish siyosatining to'g'ri bo'lganligini isbot qilaman deb nurg'un shirkat va fabrika ishlayolmas bo'lib qolgan. Ya'ni polish bo'lib qolgan. Nurg'un puldan ziyon tortdi. Bundan keyin belki şu iqtisod chetda biraz tirishib, xalqninki şu turmushini biraz yaxshilashtirish. Bundan keyin bu misolga bino setish, uy setish degan masalalarda, bankininki pay chek masalalarda biraz bir o'zgartishga tirishidi deb o'ylayman. Yani şu xalqning ko'nglini oladigan taqdirda undan keyin Xi Jinping mahkam o'tira oladi. Xalqni yeniga olgan, shunda butun huquqni qo'liga olgan bunda bir Xi Jinping chet elga qarshi yana taqobil tura oladigan bir kuchga ega bo'ladi. Yani Amerika bo'lsin, g'arbliklar bo'lsin, yanalar ashlarga yeri kelgan chog'da yana qattiqlik qiladi deb o'ylayman. Çünkü Xitoyninki şu bo'libmi Xi Jinping ve Xi Jinping'e ergashuvchilar, bular endi Xitoy cho'ng davlat bo'ldi. Amerika ve G'arb bizni hurmat qilish lozim. Bizning gapimizni o'tish lozim. Bu hamma gapni Amerika demdi, hamma gapni G'arbliklar demdi. Hamma nima bizning xato bo'ladi. Bizningmi to'g'ri tarafimiz bor. Sizlarning nurg'un xatolaringlar bor. Degandek bundaq urushlar yana devam qiladi deb o'ylayman. Ama işte iqtisod tijorat chetda belki biraz jidallar az bo'larmiki deb o'ylayman. Amerika bilan bo'lgan bu tijoratninki tampongsizligi bor. Amerika ziyon tortayotgan bir ahvol bor. Bunga azroq bir foyda berib, azroq bir imkon berib, azroq bo'lsa bir o'zgartirib bu tampongsizlikni. Şu iqtisod ve ticaretni bir asbob qilib turib, g'arbliklarni o'ziga bog'lab qilmoqchi. Bog'lab olgandan keyin u yo'g'on gaplarni yana qila oladi. Shuning g'arb bilan bo'lgan munosabatlarni birdinlamda yaxshi bo'lib ketishi notayin.
Neticede Amerika Xitay'ın arasındaki bu cidel bu yalnızla bir teknoloji, iktisat, ticaret etmez. Yani bir yerde yani kim bu cihannınki hocayını degan bir küreşme var bir yerde. Şununla Xitay mı tırışıdı, Amerika mı beğenmeymen de tırışıdı. Şunun bu cidelle kurulmalık ciddelci. Asan özgermeydiğen. Hele bir uzun müddet müştah devam kıldıgan dek turdu. Hadi biraz burun deb o'tgandik agar Xi Jinping deyli xalqninki iqtisodni yaxshilab, xalqning turmush saviyasini ko'tarishga aloqador ba'zi siyosatni yo'l qo'yish mumkin dedingiz. Anaqa qilsa haqiqiy muvaffaqiyat mustahkamlaydi degan bir natijaga yakuniga borgan bo'ldik. Albatta bu xalqiga vaqtida Xitoy xalqi. Ama yana Sharq Turkiston ishg'ol qilingan bo'lg'achqa, hozircha yuqorilik bo'lgan bo'lg'achqa, bu Xi Jinping'ninki mushu xalqning turmush saviyasini nisbatan yaxshilash siyosatidan bizim Sharq Turkistonliklar qaysi şekilde bahramand bo'ladi yoki qanday ta'sir ko'rsatadi sizce? Bence Şarkı Türkistan'daki Xitaylarga başta bazı imtiyazlarını bilirdi deb o'ylayman. Onundan kalsa şu Uyg'urlarga bilirdi deb o'ylayman. Uyg'urlarning ichida necha xilga bo'lib bularni. Xitoyparast, yerim Xitoyparast, yoki Xitoy dushmani, yoki yerim Xitoy dushmani degandek necha xilga ayirib bu Uyg'urlarning ichida bir ziddiyat selishga tirishamiz deb o'ylayman. Çünkü buradaki şu nimada köyde hem bu lager meselesi, ceza lager meselesi hem de bu virüs meselesinde Uygurlarınki inkası yani onun karşı reaksiyon bir bütünlük var yani Uygurların içinde. Uygurların içinde yani Uygurlara yardım kılınsa bu Xitay'dan bizge çık bir nime kemeydiken, menfaat kemeydiken deydiğen bir düşünceme peyda oldu. Ama bu da Urumchi'deki bu ot ketken binanın ki yaratkan faciası da Xitay mı Uygurlarga köngül bölüp aşı tügep ketken vefat olup ketken bu Uygurlar ama hissiyatçılık bildirip namayışlarını kılan. Chet eldeki Xitaylar şunday kılıp. Bu bir xil nima ahvol yaratdı. Yani Xitay bilen Uygurlar bir yakın leşiş meselesi var degandek. Yani Şarkı Türkistan meselesi yalnızla Uygurlarının yoki Şarkı Türkistan yerli halkının ki meselesi emas. Şundaqlar Şarkı Türkistan'daki Xitaylarning meselesi degan andaq aylandırgan vaqtida bu Şarkı Türkistan davası biraz sulandırgan bo'lib qolib. Yani acizlaştırıp qo'ygandek bo'ldi. Yani jığıp kelgen çağda Xi Jinping Şarkı Türkistan meselesi de yine yumuşatmaydı deb o'ylayman. Çünkü bu lager bile ve qattiq siyaset bile hele bir netice algan bo'ldi. Misalga en köp deydigan gibi mana 5-6 yıldan beri terör faaliyeti bomba dedi. Yani bu gapning o'zi yani bu Şarkı Türkistan'ın mukum bir şekilde kolda tutup kelyapmiz deydi. Yani bunu texmi muqim, texmi uzun müddetlik muqimlik için yani Şarkı Türkistan'daki bu hazır ilip bağlan siyaset pek özgermeydi deb o'ylayman. Hem de özgürlük için çoğun bir dünyada mı çoğun bir özgürlük buluş lazım. Xitayning içinde mi bir çoğun özgürlük lazım. Yani bıçakla keskendek mundaq bir qattiq bir ta'sir bo'lish lazım da. Ama hazır Xi Jinping hazırca Xi Jinping hukuk tutup da Çin muhim turayotgan vaqtida aldirab Şarkı Türkistan'ningki siyasetini o'zgarmaydi deb o'ylayman. Muallim bu Xitoyda şu keyingi mezgillerde AKK'dan namayışlar yüz verdi. Her bir mezgil devamlaştı. Xalqaranın diqqatini tortgan bo'ldi. Onun için biraz burun deb o'tganimizda Xitoyninki bo'lib Xi Jinpingninki virusning o'lg'uchi siyosatini hem Xitoyninki ichida hem de xalqarada zo'r ta'sirni yaratdi.
nuqul ba'zi narsa ichidili qolmay bunun ta'siri. Ruh atrofidagi va Xitoy bilan savdo qilayotgan iqtisodiy munosabat va davlatlarga ta'sir ko'rsatdi. Bütün şu salbiy ahvollar Xitoyningki xalqaradagi obraziga cho'qim bir manfiy narsa yezildi deb o'ylayman. Buni de Xi Jinping o'ngshash uchun bir kuchamdi yoki sizni qaysi shaklda bo'ldi? Bence Xi Jinping yani şu iktisat yoki ticaretini esvab qilib, yani vasıta qilib, bu əbəqi obraz bozuluşunu tüzdüdü deb o'ylayman. Ama biz degandek tüzdüş için tirishmaydi. Yani hammanglar iqtisodga ehtiyojinglar bor. Shuningga men shu iqtisodga ehtiyojinglar bo'lg'achqa men nima desam, ya'ni shu bo'ladi deb shunday qilib tuzitib oladi. Chunki g'arblar davatimiz ama bir bütün emas bular. Misolga tuni kunlarda Germaniyaning bosh ministri Scholz'ninki shu Foreign Affairs degan bir jurnal var. Dünyanın en kıymetli bir jurnal. Bu yerda bir makal yazdı. Yani Xitoyning yükselişi, Xitoyning bundak bo'lişi, yani Xitoyga qarshi chiqishning sababi bo'lmaydi deydi. Yani Xitoyning yükselişi, kuchlanishi normal deydi. Biz qabul qilaylik degan gap. Qabul qilib turib, ondan keyin tijoratimizni qilaylik degan gap ham deydi. Shuningga bu g'arbliklarni bir bütün emas bo'lg'achqa Xitoymi shu bütün bo'lmaganlarning orasiga kirib, bularning orasini buzalaydi. O'z vaqtida O'rta Sharqiy Yevropani o'ziga tortib, G'arbiy Yevropani chetga qilib kelgan. Bu Yevropa Birligiga nihoyatda cho'ng norozilikni bildirdi Xitoyga. Yani biz Yevropa Birligi xuddi biz Tayvan meselesinde Beijing'ni tanıgandek. Bizler inkazlarını bildirgen. Yani Xitoy bundan keyin asta bu virüs siyaseti o'zgargandan sirtqa biroz ichilishga boshladi. Misolga 7-yilda nimaga Xi Jinping Saudiya Arabistoniga bormoqchi. U yerda hamda shu Saudiya Arabistonni ziyorat qiladi. U yerda nurg'un bu Arap qo'ltig'i devletler bilan ko'rishadi, ondan keyin Müslüman devletler bilan ko'rishadi degandek, bundan keyin shunday faoliyatlarni chiqaroq qilishga tirishadi deb o'ylayman. Yani shu misolga Müslüman devletler Xitoyningki o obrazining buzilmadimi unga qarab ketmasa, Xitoy rahat bo'ladi. Yevropa devletlarninki ba'zilari Xitoyga yiqimli qilgandan keyin onun obrazını yine özü kutkuzulagan bo'ladi. Shuningla şu Amerika ve qolgan bir qancha devlet qoladi, Xitoyning obrazini tanqid qilib bu qilgan. Shuningga bu Xitoyningki azroq bir siyosatninki o'zgarishi hem o'zininki obrazini o'ngshashga hamda bu dunyo bilan bo'lgan bu ziriklik munosabatini biroz yumshatishga tirishayotgandek turdi, yani başlagandek turdi. Shuningga bu Xitoymi obraziga bekma ahamiyat bermaydigan bir davrga kirdi. Misol Uyg'ur meselesi Xitoyning yuzini bek tutdi, ama chattig'i yo'q. İçide belki biraz rahatsız bo'ladi ama dunyoga hech bo'lmasa ajna ko'rsatadi. Çünkü sizlar yolg'on gapiryapsizlar. Yani Uygur meselesi yok, sizler aşında uydurup duruyorsunuz degandek. Shuningga obrazini şu şekilde tuzitishga tirishadi, değil mi? Yani siz degandek ma'lum, amaliyotda bir iyi niyetli, yaxshi niyetli emas, böyle bir-biriga bo'lgan ehtiyoj tufaylidan, foyda manfaat munosabati tufaylidan, fursatdan foydalanib, munosabat etmanglar demoqchi bo'lsiz. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Xitoyningki urushqoq bo'ri diplomatiyasidan quza diplomatiyasiga o'zgardim yo'q degan maqolni ko'rgan holda Xitoyningki yaqinqi mezgillarda o'tirib chiqqan masalalarini analiz qilishga tirishdik. Ma'lum, sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.